İnternet ulug' uçurilish vositalari elib kelgan qulayliklar dunyoni kichik bir kentga aylantirgan bugungi kunda Sharq Turkistondagi axborot, uchur erkinligi qamonligi va razil Xitoy hukumatining yolg'on yovdoq ta'tir tashviqotlari bir qism davlatlarning ko'ziga tushgan oqdak ularning ko'z oldidagi haqiqatni ko'rishiga to'salg'i bo'lmoqda. Xitoy taratqullarining tarqatayotgan saxta uchurlaridan vatanimizni kuzatish, vatanimizga nazar tashlash. Xabarning mazmunidan asli manbasini tep chiqib, xabarning haqiqiy mohiyatini xalqaro jamiyatga oshkorlash har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmas majburiyati. Mushundaq bir maydonda sizlar bilan hamsuhbatda bo'lib, fikrlarimizni o'rtoqlashish, vatanga Uyg'urning ko'zi bilan nazar tashlash jihatlarida azroq kuchimizni bera olsak, maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Vatanga nazar programmamizning tunji soniga xush keldinglar. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. İnternet ulug' uçurilish vositalari elib kelgan qulayliklar dunyoni kichik bir kentga aylantirgan bugungi kunda Sharq Turkistondagi axborot, uchur erkinligi qamonligi va razil Xitoy hukumatining yolg'on yovdoq ta'tir tashviqotlari bir qism davlatlarning ko'ziga tushgan oqdak ularning ko'z oldidagi haqiqatni ko'rishiga to'salg'i bo'lmoqda. Va yana ba'zi ellarning ko'rganlarini ko'maslik silvilishiga foydali sharoit hozirlamoqda. Gerçi Xitoyning axborot erkinligi dafsani qilinayotgan davlatlarning to'rda o'rni bo'lsa-mu, ularda yuzi qizirib nomus qilish degan hujayra bo'lmaganligi uchun o'z sharmandachiliklarini har vaqt o'zining qizil tashviqotlari bilan yepib keldi va kelyotdi. Xitoy hatto Xitoyga borgan chet el media vositalarining xizmatlariga to'sqinlik qilib, yolg'on sahna hozirlab, o'ynagan turli tuman changchilarini ijtimoiy taratqularga tarqitib, Sharq Turkistonni elib berayotgan insoniylikqa qarshi jinoyatlarni bezab ko'rsatishga ulgurayotdi. Chechining uchidan tapinning ostigacha qonliq jinoyat bilan bo'yilib ketgan qotil Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkistondan va u yerda yashayotgan mazlum xalqimizdan bir daqiqami razil qo'lini tatqini yo'q. Shu tuproqning haqiqiy egillarini yiltizdan quritib tugitish uchun kecha-kunduz tinmay jinoyat sodir qilyapti. Va bu jinoyatga tur deydigan bir adil sotchi chiqmadi. Xitoy o'zining qizil medialari orqali jinoiy qilmishlarini dunyoning ko'zidan yoshirib, o'z foydasi uchun ishlatib tarqitib kelyapti. Xuddi Sharq Turkistondagi lager masalasini qayta tarbiyalash markazi deb tilga olgandek. Har bir Uyg'urning uyiga qaranchuq qilib akirgan Xitoy chumoqchisini nomus qilmasdan qo'shmoq tuqini deb og'ziga ola olgandek. Qandaqsiga dinsiz bir millat bilan iymon e'tiqodliq bir millat qo'shmoq tuqqan bo'la oladi. Qaysi mantiqiga uyg'un tuqqandarchilik bu? Ammo Xitoy qila oladi, qiladi ham qilyapti. Vatan ichidagi bu xil saxtliqlarga biz erkin dunyoda fikr harakatning cheklamasiga uchirmayotganlar bo'lish salohiyatimiz bilan qanday taqobil tura olamiz? Xitoy taratqullarining tarqatayotgan saxta uchurlaridan vatanimizni kuzatish, vatanimizga nazar tashlash. Xabarning mazmunidan asli manbasini tep chiqib, xabarning haqiqiy mohiyatini xalqaro jamiyatga oshkorlash har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmas majburiyati. Mushundaq bir maydonda sizlar bilan hamsuhbatda bo'lib, fikrlarimizni o'rtoqlashish, vatanga Uyg'urning ko'zi bilan nazar tashlash jihatlarida azroq kuchimizni bera olsak, maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Arzularning eng go'zalini qildiruvchi Alloh bizni go'zal arzularimizga yetkazishga nasib qilsin. Xo'sh, endi o'z gapimizga kelsak, Rangvoz Xitoy tashviqotni hadab kuchaytirib, chapinni ko'targan gumoshchilarni atrofiga ko'plab to'plash uchun tirishayotgan shundaq bir paytda bir qism davlat vakillari Xitoyga yaxshichoq bo'lish uchun Xitoy bilan tang umumxo'rga tushdi.
Xitoy xalq to'ri Uyg'urcha qanli 19-sentabr Beijingdan xabar berib, 18-sentabr Xitoyning Janvada doimiy turishliq vakillari umiga barcha ellar sarayida atalmış Xinjiang insoniy huquq ishlarining taraqqiyot natijalari temasida muhokama yig'ini ochib, yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilgan aloqador davlat elchilari va Xitoy insoniy huquq tadqiqot jamiyatining mutaxassislarini ahvol tunishtirishga taklif qilganligini, bu elchilarning Sharq Turkistonning taraqqiyoti, insoniy huquq ishlari va terrorlik qarshi turish, asabiylikni tugutish natijalariga yuksak baho berganligini, 40 necha davlatning diplomatiya amaldorlari va axborot vositalari bir qism tashkilotlarning vakillari bo'lib, jami 100 dan ortiq kishining yig'inga qatnashganligini xabar qildi. Xitoyning Janvada doimiy turishliq vakili Chin Shu yig'inda bildirlab, Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan jazo lagerlari, bu lagerda ishlanayotgan inson qalbidan chiqqan jinoyatlar va Sharq Turkistonda yurgizilayotgan davlat terroridan iborat zulm siyosatlarini pardozlab, yig'in ishtirokchilariga kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash markazi ta'sis qilish, terrorlik qarshi turish va asabiylikni tugutish tadbirlari orqali terrorlik harakatlarining ko'p yuz berish vaziyatining unumli tizginlanganligini o'tirg'i qo'ygan. U yana nomus qilmay Sharq Turkistonda yaqinqi 3 yildan buyon zo'ravonlik, terrorlik voqeasi yuz bermaganligini, har millat xalqining baxt va bexatarlik tuyg'usining ko'rinarli kuchayganligini ilgari surib, tarbiyalash xizmatini qanot yaydirishdagi tajribalarini bashta ching turish safsatisiga yig'inchoqlash orqali xalqaro terrorlik qarshi turish siyosatini foydali tajribalar bilan ta'minlaganligini va Xitoy hukumatı har qaysi taraflar bilan fikr almashtirishni xohlaydiganligini ilgari surgan. Onundan başqa Xitoy hukumatı atalmış insoniy huquq tadqiqot jamiyatining a'zosi Gu Yingsu Sharq Turkistonda yurgizilayotgan davlat terrorlik siyosatini pardozlab, atalmış kasbiy tarbiyalash lagerlari orqali terrorlik va asabiylikni tüp yiltizidan tugitib, Sharq Turkiston xalqining hayoti bexatarligiga, har turli huquqlarga kapolatlik qilganligini va baxtli turmushga erishtirganligini o'tirg'i qo'ydi. Sharq Turkistondan iborat bu munbat zaminni butunlay o'zining qililishi uchun bu zaminning asli egilarini o'ltirish, ularni qo'y so'ygandek so'yib, ishki organlarini qorong'u bozorlarda setib, o'zining foydasi uchun ishlatish terrorlik emasmi? Asl terrorchi, asli asabi dal Xitoy hokimiyati. Bu qitimqi yig'inda yana Yaman, Zambiya, Zimbabvening Janvada doimiy turishliq vakillari va Belorussiya, Berma, Kuba, Venezuela qatorliq bir qism biqindi davlatlarning diplomatiya amaldorlari bas-basda so'z qilishib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarini muayyanlashtirib, Sharq Turkistonda terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish jihatda ko'rinarli unum hosil qilganligini og'iz-og'ziga tegmay maqtashgan va har qaysi davlatlarning terrorlikqa qarshi turishda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlardan o'rnak ilishi kerakligini o'tirg'i qo'yishgan. Yeganning og'izi o'yilibdi degan mushuda. Xitoy yillardan beri iqtisodiy jihatdan o'ziga beqinib qolgan davlatlarning og'zini pul bilan etish orqali o'zlarining qabiy siyosatini qo'llaydigan shaykalarni atrofiga to'plab kelayotgan razil bir hukumat. Razil hukumatdan chiroyli harakat chiqmaydi albatta. Mushundaq vosita orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorli xalqaro qurilishlarda o'zini qo'llash uchun sharoit hozirlayotgan Xitoyga yana degidek boshqa gap bormi? Odamning kulgisini qistaydigini Xitoy bu yig'inni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini ochilishdan 4 kun burun ochgan. Bu yig'in nimaga shuncha jiddiy bo'lib qoldi? Bu orqali Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'zining taxsisini ko'taradigan ko'proq taxsikashlarga erishishni maqsad qilgan. Xitoy axboroti bir xabarda atalmış Xinjiang madaniyat va sayohat nazoratining bu yil 1-oydan 9-oygacha Sharq Turkistonda kutib olgan Xitoy ishchi va sirtidan kelgan sayohatchilarning 183 million 858 ming 400 odam qitim bo'lib, 304 milliard 638 million Xitoy puli kirim qilganligini xabar qilgan. Xitoy Sharq Turkiston xalqining boy-bayashat yaxshi yashayotganligini xalqaroga va o'z fuqarolariga yasalma ko'rinish, oldin planlangan saxta naq maydonlari orqali namoyon qilib, bir tarafdan iqtisodiy kirim qilsa, yana bir tarafdan Xitoy o'zining vatanimiz uchun gulnish ilib kelayotgan xalqqa baxt ato qilayotgandek ko'rsatishni davom qilmoqda.
hammasi saxta. Xitoyning 10-oyning 3-kundagi xabarda Tangirtağının janubidagi Tarim neftligining Boz 9 nomerli qudug'idan yuqori mahsulotli sanoat neft tabiiy gazi ilinganligi xabar qilindi. Bu quduqning kundalik tabiiy gaz ilish miqdori 418.200 kub metr. Uygan neft ilish miqdori 115,15 kub metr bo'lib, u Tarim neftligidagi bir quduqdan 100 milliard kub metr darajalik cho'ng gazliq bayqalgandan keyinki Tangirtağning janubida bayqalgan yana bir 100 milliard kub metr darajalik cho'ng gazliq hisoblanadi ekan. Bu gazliqning asli egisi kim? Xitoy vatanimizning har bir tal giyosidan unumli foydalanib turib, o'z davlatining iqtisodiy kapolati uchun butun boyliklarimizni qon sho'rgandek sho'rab, xalqimizni qul qilib turib, butun dunyoga o'zini mard va saxovatchi qilib ko'rsatib kelmoqda. Yani şu Xitoy xabarlaridan egallashimizcha, yaqinda ilgari keyin bo'lib, yurak ishki bölümü, hazm qilish bölümü, nervi ishki kasalliklar bölümü bo'yicha Fujiandan vatanimizga kelgan 8 doktorning asos qatlamga berib kasal ko'rganligi aytilgan bo'lib, xabarda doktorlarning tashviqot materiali va doim ishlatiladigan dorilarni tarqatganligi qayd qilingan. Bu yerda kasalga qarta dori berdi deyilmasdan davomli ishlatiladigan dori tarqatdi deyilgani odamning diqqatini tortadi. Hurmatli ko'rmanlar, bu haqda hammamiz izlanib beqishimiz lozim. Amerika Savdo Ministerligi 7-oktyabr Xitoyning 28 saqchi organi va texnik shirkatlarini savdo qora tizimligiga kirgizdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu qora tizimlikka atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining tarmoqidagi oblastlik va shaharlik saqchi organlari hamda saqchi instituti kirgizilgan bo'lib, bu organ va shirkatlar Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligi bilan chetishliq deb qaralib, qora tizimlikka kirgizilgan ekan. Amerika amaldorining bildirishicha, bu qarorning shu haftadagi savdo kelishim bilan munosabati yo'q ekan. Amerika hukumatining tasdiqisiz bu tizimlikka kirgizilgan shirkat va organlarning Amerika shirkatlari bilan savdo qilishi cheklanadi ekan. Bu qaror e'lon qilingandan keyin Xitoy bayonotchisi Genshuang darhol bayonot e'lon qildi. O bayonotida Amerikaning bu cheklamasi xalqaro prinsipga og'ir darajada xiloflik qilganlik ham Xitoyning ichki ishiga aralashganlik bo'lib, Xitoy manfaatiga ziyon solganlik degan. U yana Sharq Turkistonda azaldan Amerika degandek kishilik huquq masalasining mavjud emasligini, Xitoyning u rayonda qilayotganlarining terrorlik va oshqunlikning oldini olish ekanligini, bu qilmishlarning 25 million Sharq Turkiston xalqining qo'lishiga erishganligini o'tirg'i qo'yib, Amerika butunlay haqiqatni ostin-ustin qilyotdi degan. Ovozi bo'g'ilgan, tutquni kishanlangan Sharq Turkiston xalqi Xitoyning bu siyosatini nari bilan qo'llayotdi ekana. Amerika bu qarorning keyindilla bir qism Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga chetishlik amaldorlarga viza cheklamasi e'lon qildi. Bu qaror qaramoqqa hech bir ahamiyati yo'qdek ko'rinsimi, Xitoydagi barliq huquq tutgan kishilar oilasidagilarni Amerikaga qochirib, harom jiqqan mol-mulkini chet elga chiqarib o'tib yashaydiganligi uchun bu Xitoy amaldorlariga nisbatan cho'ng bir zarba hisoblandi. Bu qarorda tizimlikdagi odamlarning kimligi aniq yozilmagan. Sharq Turkiston yurgizilayotgan siyosat Xitoy Kompartiyasi tarafidan bevosita yurgizilganligi uchun vatanda ilib berilayotgan zulmga hassasi bordiki kishi yuqorqi doiraga kirdi ekan. Amerikaning bu qarorlari Sharq Turkistondagi zulmga uchrayotgan xalqni eg'izga ep turib chiqargan tunji qarori bo'lib, Xitoyga nisbatan cho'ng bir ogohlantirish hisoblanadi. Quyoshni etak bilan yoqqili bo'lmaydi. Ko'rdigan kuni texi oldingda. Sharq Turkiston xalqi turkumlar jazo lagerlariga qamalayotgan, ün-tinsiz g'oyib bo'layotgan, hatto ba'zilarining jazo lagerlarida o'lib ketganligi ilgari surilayotgan shunday bir mezgilda Xitoy hukumatı Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasida xalqaroning ko'zini to'xtamay bo'yayotgan bo'lsa-mu, ularning qo'y terisidan tik turib kiyib olgan kiyimi o'z ustixoniga bara-bara tarkilib, asli qiyofati xalqaro oldida oshkorlanishga boshladi. Aziz ko'rmanlar, bu chaponni soldirishga hammamiz birlikda kuch chiqaraylik. Yaqinda TikTok degan bir appda vatandagi yoshlarimizning ko'zlarida yosh, ko'krigiga mushlab turayotgan bir videosi rosa moda bo'ldi.
Bu ba'zilar o'tirg'i qo'ygandek Uyg'urlardagi do'rash san'atining yuqori pallasimi yoki nafsi qisilayotgan xalqimizning ostirtdan bizga berayotgan signalimi? Buningga ijtimoiy taratqularda har xil ta'bir berguvchilar bo'ldi. Bir shayni qaysi tarafdan kuzatish, uningga qaysi ko'z bilan qarash sizning qaysi maydonda ekanligingizning dalilidir. O'ylanayli, tafakkur qilayli. Uyg'urning ko'zi bilan kuzatayli. Bizning ayrılık qilayotganimiz bir vatan. Bizning ayrılık qilayotganimiz kameraning oldida yurgini mushlab turib ko'z yeshi qilayotgan qon qarindoshlarimiz. Bugun ular TikTokning oldida yosh to'kyotdi. Ati bormi yo'q? Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun bu yerda qo'shilishaylik. Xayr xo'sh.